Siz haliyam blinchiklarni oddiy ko'rinishda o'rab yuribsizmi? Mana sizga noodatiy, judayam chiroyli retsept beraman. Qatig'imizga tuz, shakar, tuxumni qo'shamiz va qaynab turgan suvimizga sodani solib aralashtirib, un va yog'ni qo'shib, blinchiklarimizni o'rtacha qizigan tovada har bittasini pishirib olamiz. Blinchik xamiri uchun ishlatilgan barcha masalliqlarni izohda to'liq yozib qoldiraman. Tovani yaxshilab qizdirsangiz, blinchikni teshikchalari shuncha ko'p bo'ladi. Blinchiklar pishirib olgandan so'ng ichiga mazali noodatiy nachinka tayyorlaymiz. Qizigan qozonimizda yog'ni quyib, piyoz, tovuq go'shti va qo'ziqorinni solib, tuz murch bilan yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. 2 qoshiq qaymoq va Plavich brendiga tegishli bo'lgan plavlinni sirlarini qo'ziqorinligidan solamiz. Nachinkamizga juda ham xushbo'y va mazali ta'm beradi va juda ham mayin sirlar. Siz ham albatta ishlatib ko'ring. Tayyor bo'lib sovigan blinchiklarimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, qopcha ko'rinishiga keltirib olamiz va mazali noodatiy nachinkamizni ichiga joylab, barcha tayyor bo'lgan blinchiklarimizni o'zingizni xohishingizga ko'ra chiroyli qilib bezatib, dasturxonga tortishingiz mumkin. Agar siz ham blinchiklarni mani retseptim asosida qatiqqa tayyorlasangiz, xuddi shunaqa juda ham mazali va chiroyli bo'lib chiqadi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Hammaga yoqimli ishtaha.